Assalomu alaykum obunachilar. Bugun nalichidagi mashinalarni bitta tanishtirib o'tib ketamiz. Ramazon oyiga skidga beryapmiz. Tak, obunachilar, birinchisi BYD Han 25-25 5900 km yurgan, 701 km yuradigani, keramika bo'lgan, tonirovka bo'lgan. Idealniy holatda narxi 34,5 ming. Keyingisi Equinox 17,5 ming yurgan, 23-24 441 million varianti. Buni narxini 30 ming qo'ygandik, 29500 dollarga berib yuboramiz. Yana kelishtirib beramiz. Skidga berdik, xudo xolasa. Keyingisi yana Equinox 472 millionlik, eng fulli 23-24 11600 km turgan Pony Navarot. Buni narxini 36800 qo'yganmiz, 36,5 mingga tushirdik, yana kelishtirib beramiz. Keyingisi Kia Sorento 24-25 1000 km turgan Mazda. O'zi bu mashinani 48,5 ming qo'yganmiz, hozir 47 mingga tushirdik, yana kelishtirib beramiz. Keyingisi Kia Sorento 17 ming yurgan, 2000 dollar navorati bor, 7 kishilik Prestige Plus richakli. Buni narxini 45,5 ming, 45900 qo'yganmiz. Bu narxi 44,5 mingga tushirdik. Yana kelishtirib shu narxga beramiz. Kimga shunaqa mashinalar bo'lsa, naqd pul tikib olib qolamiz. Sotib berish xizmatimiz ham bor. Hammaga e'tibor uchun rahmat.